Qo'qon shahridagi Yalang'och ota mahallasi mutasaddilari yangi binoda o'z faoliyatini boshladi. Hayit bayrami arafasida binoni foydalanishga topshirilishi munosabati bilan o'tkazilgan tantanali marosimga O'zbekiston mahallalar uyushmasi Farg'ona viloyati boshqarmasi boshlig'i Adhamjon Ziyoviddinov, Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov ham tashrif buyurdilar. Har bitta yoshli bugungi kunda oilaviy sharoitidan kelib chiqib uni yaqin 20 ga yaqin yordam berish mumkin. Aholi bilan muloqot chog'ida mamlakatimizda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan mahalla institutini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, aholiga xizmat ko'rsatish uchun tashkil etilgan mahalla yettiligi faoliyati e'tirof etildi. Mutasaddilar yangi binoda mas'ullar uchun yaratilgan shart-sharoitlarni ko'zdan kechirib, mahallada aholining ijtimoiy muammolarini hal etish bo'yicha turli yo'nalishlarda olib borilayotgan ishlar bilan qiziqdilar. Eng zamonaviy texnika va jihozlar bilan ta'minlangan mahalla idorasida xalqqa xizmat qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgani e'tirof etildi. Ulug'bek Norboyev, Angelina Melixova, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.